Assalomu alaykum aziz ona. Farzandingiz ko'p vaqtini telefonda o'tkazyaptimi? Qo'lidan tushirmaydigan bo'lib qoldimi? Unda bu videoni oxirigacha ko'ring. Bugun biz farzandimizni telefondan uzoqlashtirish uchun samarali va mehrli usullar haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda shuni anglash kerakki, bola telefonga emas, e'tiborga muhtoj. U ekran orqali mehr izlayapti. Agar biz unga vaqtida yetarli e'tibor, suhbat va birgalikdagi zavqli daqiqalarni bersak, telefon unga qiziq bo'lmay qo'yadi. Ikkinchi usul rejali vaqt berish. Masalan, jonginam, sen har kuni kechqurun 30 daqiqa multik ko'rasan. Qolgan vaqtda biz birga o'ynaymiz, rasm chizamiz, kulishamiz deb ayting. Bola aniq chegarani bilib tursa, telefonni o'z-o'zidan qo'ldan tashlay boshlaydi. Uchinchi usul almashtirish. Telefonni ber, o'rniga sen bilan misol uchun biror qiziqarli o'yin o'ynaymiz. Bugun internet o'rniga senga sehrli hikoya o'qib beraman deb ayting. Mehr bilan, diqqat bilan va hech qanday urush-so'kishsiz almashtiring. Bolaning qalbi ochiq, faqat uni to'g'ri to'ldirish kerak. Bizning farzandlarimiz bizning ko'zgularimiz. Agar ular telefonga bog'lanib qolgan bo'lsa, demak, biz ham shunga sharoit yaratib qo'yganmiz. O'zgarishni boladan emas, o'zimizdan boshlaymiz.